To'g'ri burchakli uchburchakni katetlari 9 va 12 santimetrga teng. Uning bisektrisalar kesish nuqta bilan medianalar kesish nuqtasi orasidagi masofani toping. Demak, kateta 9, 12. Pifagor teoremasidan gipotezamiz 15 ga tengligi bizga ma'lum. Demak, uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, to'g'ri burchak uchini Dekart koordinatalar sistemasi boshi O nuqta 0 bilan ustma-ust qo'yamiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchagimizni Dekart koordinatalar sistemasiga joylaymiz. Hop, y ya'ni ordinata va absissa o'qlarni o'tkazamiz. Absissa o'qlari. Endi bizda uchburchagimiz bu uchi A nuqta x da 12, y da 0 ga teng koordinatasi. B nuqtani koordinatasi x da 0, y da 12 ga teng. Dastlab medianani kesish nuqta, ya'ni M nuqta uchburchakni medianani kesish nuqtasi uchta burchagini koordinatalarini qo'shib 3 ga bo'lganimizga teng. Ya'ni x1 plus x2 plus x3 taqsim 3 ordinatasi y1, y2, y3 taqsim 3 ga teng. Demak, biz dastlab ABO uchburchak uchun topadigan bo'lsak, O nuqtani absissasi 0, A nuqtani absissasi 12, B nuqtani absissasi 0 taqsim 3. Hop, ordinatasi O nuqtaniki 0, A nuqtaniki 0, B nuqtaniki 12. Demak, 0 qo'shilgan 0 qo'shilgan 12 taqsim 3 ga teng. Bu ham tenglik M nuqta to'g'ri. Uzr, shu yerda bu 9 edi. Ya'ni B nuqtamiz 0.9 nuqta. To'g'ri 3 nuqta. Ikkinchisi bisektrisalar kesish nuqtasi. Uchburchakning bisektrisalar kesish nuqtasi shu uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi bo'lgani uchun, demak, O1 nuqta birinchidan bisektrisalar kesish nuqtasi desak, ikkinchi tomondan bu ichki chizilgan aylana radiusi bo'ladi. Demak, tomonlarga perpendikulyar tushirsak, bu ham radius, bu ham radiusga teng bo'lib, O1 nuqtamiz koordinatasi radius. Demak, O1 nuqta radius koordinatali O1 nuqtamiz bu bisektrisalar kesish nuqtasi. Ichki chizilgan aylana markazi. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topish uchun katetlar yig'indisini gipotezadan ayirib yarmiga teng. Hisoblasak 3. Demak, bisektrisalar kesish nuqtasi 3 nuqta ekan. Ular orasidagi masofa, ya'ni mediana bilan bisektrisalar kesish nuqtasi orasidagi masofa ikki to'g'ri chiziq orasidagi masofaga ko'ra 4 minus 3 ning kvadrati qo'shilgan 3 minus 3 ning kvadrati. Hisobladigan bo'lsak, O1 chizig'imiz 1 ga teng. Demak, javob mediana kesish nuqtasi bilan bisektrisalar kesish nuqtasi orasidagi masofa 1 ga teng ekan.